Zo'r savol kelibdi. Nima qilsak barakaga ochilamiz? Bizda xo'jayinim topadi. Faqat xo'jayini ishlaydigan ayoli bor. Alhamdulillah, hamma ayollar ham ishlashga majbur emas. Shunaqangi go'zal davlatda yashaymiz. Endi rosa ham ko'p keladigan savollardan bittasida shu xo'jayinim ishlaydilar, oylikdan oyligacha zo'rg'a ro'zg'orimizga yetadi. Ro'zg'orimizdan orttira olmaymiz. Meni shaxsiy pulim yo'q, erim menga pul bermaydi, chunki orttira olmaydi deb rosa ham ko'pchilik menga savol beradi. Bilasizmi, har bir insonni o'zini shaxsiy puli bo'lishi kerak deb o'ylayman. Tim bo'li hozirgi kunda bilmayman, hamma o'zini qadriyatlaridan, dunyoqarashidan, fikrlashidan, sharoitidan kelib chiqib fikrlaydi-da. Men har doim aytganman, men juda bir barakali ayolli qizlarimman-da. Buvim ham juda barakalilar. Onamam va o'sha narsa menga ham o'tgan. Hamma narsadan pul qilishni bilaman. Har doim alhamdulillah qo'limda pul bo'ladi va pulsiz qolgan taqdirimda ham men vahimaga tushib, ana depressiyaga tushib qolmayman. Chunki pul topish manbalarini bilaman. Allohim har birimizni qobiliyatlar bilan yaratgan. Bu haqida juda ham ko'p aytganman. Endi barakani boy bo'lishi 4 ta qoidasi bor va siri bor. Yaxshilab eslab qolinglar. Birinchisi ibodatlarimiz, ikkinchisi sadaqa, uchinchisi istig'for, to'rtinchisi esa shukronalik. Mana shu 4 ta narsaga men hayotda amal qilaman va alhamdulillah natijalarim yomon emas. Bu narsani menga buvim yoki onam o'rgatishmagan. Men kitoblarni varaqlab, internetlarni titib, YouTubedan ma'ruzalar, psixologlar bilan maslahatlashib, ustozlarim bilan maslahatlashib, hamma joydan qidirib, terib, oxiri shu narsani men o'zim ustozlarimdan o'rganib olganman. Bu narsani men bilmasam-da hayotim davomida qilib kelgan ekanman. Siz ham bitta sinab ko'ring. Pulim yo'q, qanaqa sadaqa qilaman, o'zi sadaqaga muhtojman degan bahonalar o'tmaydi. Hatto 500 so'm bo'lsa ham ajratish mumkin. Hatto o'sha bozorlarga borganda 2000 so'mmi, 500 so'mmi, 1000 so'mmi orttiramizmi? O'sha narsani ajrataylik sadaqaga. 1000 so'mdan bir kunda yig'ilsa ham bir oyda 30 ming yig'ilib qoladi. 30 mingni yordamga muhtoj insonga beradigan bo'lsangiz ham xursand bo'ladi. Ko'rinarli bir summa yig'iladi-da. O'shaning uchun bahona emas, ko'proq yechim qidirish kerak. Yana aytganim shukronalik, ya'ni bor narsangizga, yo'q narsangizga emas. Misol uchun, men hozirgi kunda aytishim mumkin-da, chiroyli sakinatdagi hayotim uchun-da, hozirgi auditoriyam uchun shukr qilaman, sayohatlarim uchun, sog'lig'im uchun, u yoq bu yoq deyishim mumkin-da. Sizda srazi yana сопротивление ketadi-da. Sizda shukr qiladigan narsalaringiz bor, zo'r uyda, zo'r mashinada yurasiz, eringiz boy, u yoq bu yoq degan sizni bahonalaringizni sanab berishingiz mumkin. Niyat, sizda mendan ko'ra ko'proq sizni yutug'ingiz bo'lishi mumkin. Sog'liq tomonidan, vaqt tomonidan, ota-onangiz oldingizda bo'lishi mumkin. Chunki meni otam o'sha vafot etganlar. Otam borligi uchun shukr. Ulardan duo olishingiz mumkin, maslahat olishingiz mumkin. Da? Yana qanaqa sizda ko'p pluslaringiz bo'lishi mumkin. Mendan ko'ra sizni pluslaringiz 100% aytaman ko'p. Meni zreniyam past misol uchun. Men hayotni sizni ko'zingizdagi ko'ra olmayman. Lekin men nolib o'tirmayman. Voy Allohim, meni ko'zim ko'rmaydi-da, har doim ochki linzalarda yuraman deb nolisam, noliydigan narsalarim ziyoda bo'lib boraveradi. Navbat alhamdulillah, mayli zreniyam -4 bo'lsa ham, linzada yurib, linzada o'sha ko'rayotganimga shukr. Xudo xohlasa men ham operatsiya qildiraman. Ne fakt-da, operatsiya udachli chiqishi. Tushunasizmi? Sizni pluslaringiz menikidan ko'p, sog'liq tomonidan ham ko'p. Balkim farzandlaringiz menikidan ko'pdir. Alhamdulillah 5 ta farzandim bor. O'shaning uchun shukrni ko'paytirish kerak, qizlar. Qanchalik shukringiz ko'paygan sari shukr qiladigan narsalar shunchalik ko'p bo'ladi. Barakani asosiy 4 ta qoidasi mana shu. Eslab qoling, yana bir marta aytaman. Ibodatlarimiz bahonalar o'tmaydi. Ibodatlaringizni o'z vaqtida qiling, shunda ham dunyo ortingizdan yuguradi. Ikkinchisi, sadaqa qancha orttira olsangiz ortadi, hammada ortadi. Hozir alhamdulillah hammani sharoiti yaxshi. Undan tashqari istig'forni kuchini hamma biladi. Va to'rtinchisi o'sha minnatdorchilik, shukronalik, bor narsangizga, yo'q narsangizga emas, boringizga. Turmush o'rtog'ingiz boriga, sog'lig'ingiz boriga, farzandlaringiz boriga, ota-onangiz boriga, o'sha yeyotgan issiq noningizga, hatto ichayotgan suvingizga minnatdorchilik bildirsangiz, Xudo xohlasa, minnatdor bo'ladigan ne'matlaringiz ko'payadi. Men o'zim hayotda qo'llab natija ko'rgan texnikam bilan va o'zimni qoidalarim bilan bo'lishdim. Xohlasangiz qo'llang,
albatta natija ko'rasiz. Ixlos bilan, ishonch bilan har bir narsa qilinsa, natijasi juda go'zal bo'ladi. Yana shunga o'xshagan savollar sizlarga qiziq bo'lsa, обязательно kommentariyada yozinglar. Men o'qiyman. Mana bu savolni ham kommentariyalarni o'qib, men shu savolni darslik sifatida kengroq yoritib chiqarib olaman. Sizni ham savolingizga albatta javob beraman.